Qurbonlik Alloh taologa yaqinlashish, muhtojlarni xursand qilish va musulmonlar o'rtasidagi birodarlikning namunasini izhor qilishdir. Har yili bo'lgani kabi bu yil ham Saxovatli qo'llar xayriya tashkiloti tomonidan 2026-yilgi qurbonlik loyihasi amalga oshirildi. Ushbu loyiha doirasida Sudan, Suriya va Yamanning turli hududlarida 140 ga yaqin qurbonliklar shar'iy va gigiyenik qoidalarga muvofiq holatda so'yilib, go'shtlari hissa-hissa qilib tayyorlandi va ehtiyojmand oilalarga tarqatildi. Yillar davom etgan urushlar, iqtisodiy qiyinchiliklar va majburiy ko'chkinchilik sabab minglab oilalar hayotning eng oddiy ne'matlariga ham muhtoj bo'lib qolmoqda. Qurbonlik loyihamiz orqali oila boquvchisini yo'qotgan beva ayollar, yetimlar va og'ir sharoitda yashayotgan oilalarning dasturxoniga hayit quvonchini yetkazishga harakat qildik. Ushbu loyiha natijasida mingdan ortiq oila qurbonlik go'shtlaridan bahramand bo'ldi. Muhtoj insonlarni xursand qilish, ularning duolariga sazovor bo'lish qurbonlik ibodatining eng go'zal ma'nolaridan biridir. G'azo sektorida esa mavjud sharoitlar sabab qurbonliklarni joyida amalga oshirish imkoni bo'lmadi. Shu sababli loyiha doirasida aholiga muzlatilgan go'sht mahsulotlarini tarqatdik. Alloh taolodan ushbu xayrli ishga sababchi bo'lgan barcha insonlarni qurbonlik qilganlarning ajri savobidek mukofotlashini so'raymiz. Alloh taolo qilgan qurbonliklarimizni qabul qilsin. Ihson qilgan barcha birodarlarimizning mol-u dunyosiga baraka bersin va bu yaxshiliklarni qiyomat kunida najotimizga sabab qilsin.